Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebetlik bilimde bundaq deydi. Taharetde gusl qılıp juyunğan vaqtida oң tarafdan başlaş haqqidagi bilim. Bu oң tarafdan başlaş meselesi meyli taharetli bolsun, meyli juyunuşlu bolsun, meyli güzel kılmışlardı bolsun mesela çok. Bunun hemmisi İslamiyet'te bir edebi kaide yosun bir ahlak bu. İslamiyet'ten başka hiç qanday bir din da o taraftan başlaş deydigan bu ahlakı nazariye düşünce yok ameliyette. Çünkü bizge bu o taraftan başlaş meselesi Adem Aleyhisselatü Vesselam'dan qalğan bir ananevi uzun bir kaide. Allah Subhanahu ve Taala Adem Aleyhisselatü Vesselam'ni bir tanlash berganda bir işte. O tarafni tanlagan. Hem Rahman Taala'nın işkili kolu oң deb sifatlangan hadis var. Şunun asasen bu Adem Aleyhisselatü Vesselam'daki tanlaşı, bu o tarafdan bo'lgan tanlaşı keyingi mezgilde Adem'deki avlodlarda bir udum qoidaga aylangan. Köpünçe bugün gündeki biz uçurtuyotgan İslami qoida yosullarniki asası Xudoga eng yaqin bo'lgan ayni davrdagi bir muqarrab odamlar bor. Shu odamlarniki qilmishlari keyingi mezgildagi ummatlarga bu bir odat, udumga aylangan. Ya'ni bu Xudoning nazarida bir qabulga erishgan masala. Shunga İmam Bukhari rahmetullahi alayhi bugün bizga 167 numaralı hadiste bizge Museddet degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb hadisni boshlaydi. Museddet boshida chiqib o'tdi bo'lgan Imom Buxoriyniki buyuk ustozlardan Museddet ibn Musarhat nomi bilan mashhur. Bu kishi deydi bizga Ismoil hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Ismoil ibn Aliya. Bu kishining tarjimalarni boshda o'tgan. Bu kishi deydi bizga Xolid hadis so'zlab bergan edi deydi. Xolid al-Haza bu kishining tarjimalarni o'tgan. Yani bu Xolid degan kishi Hafsa bint Sirindan da hadis rivoyat qilgan. Bu Muhammad ibn Sirin'deki singlisi bo'ladi. Bu Muhammad ibn Sirin dağlık tabi'in. Bu ayolma o'zi Ensarilarniki jamoatidan. Bu Muhammad ibn Sirin jamoati, Hafsa bint Sirin jamoati bu bir ayni davrdagi büyük bir olimlar jamoati deyishga bo'ldi. Chunki oqsiga o'xshash, Muhammadga o'xshash nayt ko'p hadisni rivoyat qilgan bu ayol. Hijriya 30-yil tug'ilib, milodiya hijriya 100-yili o'lib ketgan. Yani Ummu Huzayl nomi bilan mashhur. Kunyasi bu. Demak bu ayollar qatlimidagi nayt dastlabki davrdagi tabiinlar qatlimidagi büyük muhaddis, cho'ng bir tadqiqotchi deyishga bo'ldi. Bu ayol nurg'un sahobalardan hadis rivoyat qilgan, jumladan Ummu Atiya qatorliq, Anas ibn Malik ustozlar bo'ladi sahobalar. O'zi nayt zohid o'tgan, davomli o'limni o'ylab turadigan. Bu dunyo degan bir necha kunlik bir ahvol. Dunyo bizning vaqtimizdan bir kun ketdi degan gap, dunyoimizning ma'lum bir qismi ketdi degan gap deb. Shunglashqa har vaqt o'limni o'ylab eslab turadigan. Hatta rivoyat qilinishicha doimlik bu ayol saqlaydigan bir kipellik bor ekanda. Mana bu kipelligi bu ayolniki ba'zida kiyib oldi ekan buni. Haj qilgan vaqtlarda ihrom bog'lagan uchun kiyib oldi ekan. Hatta ba'zi Ramazonning oxirgi o'nlarida kiyib oldi deydi. Bu nima degan vaqtida bu o'limni eslab turgan vaqtida Xudo bilan bo'lgan bog'lanish kuchli bo'ladi. Qo'rqincha qanchaki qo'rqish ziyodi bo'lsa Xudodan imonning nuri shuncha kengayib mangadi. Qo'rqincha azaygan vaqtida imonning nuri tarayishga boshlaydi. Bu ayolniki bu 7 bir tuqqan ekanda, bundan boshqa 6 aka-ukalari bor ekan. Hammasi Qur'onni yaxshi o'qiydigan, hadis ilmi bilan mashg'ul bo'lgan. Demak, bu oila hadis ilmi ko'rsatgan tuhfalar nihoyat zo'r ekanligi chiqib turibdi. Demak, bu ayol o'ziniki ustozi sahoba Ummu Atiyadan rivoyat qilgan bu hadisni. Ummu Atiya o'zi ansari ayol. İsmi Nusayba bint Haris deyildi. Ummu Atiya degan bu kunyasi bilan mashhur bo'lib tanilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonasida musulmon bo'lib shu davrda
Resulullah'a bayat bergen, Resulullah bilen nurgun uruşlarda qatnaşgan. Keyingi mezgillerde Irak'taki Basra şehri yerleşken. Çünkü Basra, Kufa şehirleri Halife Ömer'ninki devirde kurulgan. Bu məxsus şu İslam devleti yığıdan kurgan, icat kılgan bir şehir. Bu yerde Araplarniki kabile asasında barpa bo'lgan shahar bu. Shu ko'pincha Arab yarim orolidagi arablardan ko'plari Basraga, Kufaga yerlashgan. Mana bular bugungi Iroq arablarini tashkil qilganda. Bu ayolniki Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki zamonasida siyosiy jihatdan ko'rsatgan tuhfalari, ijtimoiy xizmatdan ko'rsatgan tuhfalari nihoyat zo'r. Masalan, Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan bu ayol 7 qitim men g'azat qatnashgan, urush qatnashgan deydi. Hatto shu urush maydonida askarlarga tomoq tayyorlaydigan, kasallarni davolaydigan, ularni ussizlikni qondirib sug'urdigan mushta xizmatlarni qilgan bu ayol. Hatto Xaybar g'azotida ham qatnashgan. Ba'zida masalan o'liklarni yuydigan. Mana bu ijtimoiy xizmat islomlik nihoyat muhim. Bu sal qarg'ili bo'lmaydi. Biz vatanimizda meyitni yuvgan, o'lik yuvganlarni tuvan kurdigan avvallar bor. Bu tuvan kurdigan avval emas bu. Nihoyat muhim bir tarkib, islomlik cho'ng bir xizmat bu. Mana sahoba shu ishlarni qilgan. Jumladan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ikki qizi Ummu Kalsum bilan Zaynab degan ikki qiz o'lib ketganda, birisi Hijriyaning 2-yili, birisi Hijriyaning 7-yili. Bu ikkala qizi bu ayol yuvib tarab ahiretlikini tayyorlagan. Ondan başqa bu ayolning ilmiy jihatdan ko'rsatgan tuhfasi zo'r deyishga bo'ldi. Demak, 40 hadisni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilib ummatga qoldirib ketgan. Mana bu 40 hadisdanki hammasi bugun bizniki o'rganayotgan, tadqiq qilayotgan hadislarimiz mush ayolniki tuhfasidan ayirib qarab bo'lmaydi. Shunlashqa bu ayol keyingi mezgilda masalan Basrada bo'lishi mumkin. Bu ayol keyin Basrada yashagan. Çünkü ravilarning ko'pinchasi Basradik ravilar. Bu ayol deydi-da, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qizni yug'a vaqtida ayollar bundoq degan edi deydi. Chunki ummatiga boshqa bir qism ayollar bilan Rasulullohning qizini yuvish qatnashgan. Buni ba'zilar Ummu Kulsummi yoki Zaynabmi deb gangirash bo'lgan, lekin bir qism ulamolar buni Zaynab deb aniq ta'kidlagan. Sizlar o'ng tarafdan boshlanglar. Ve o kızın taharet aldığın joylardan başlanglar deb shunaq degan. Ya'ni yug'a vaqtida g'usulda shu taharet aldığın joylarni bir yuvib bo'lib, masalan, avrat va qiz taraflarni, ya'ni yug'anda o'ng tarafdan boshlab yuvinglar deb payg'ambarimiz shunaq tavsiya ko'rsatmani bergan deb ummatiga boshqalarga buni basra deb biryotdi. Demak, bu hadisda taharet algan vaqtida o'ng tarafdan ilish, meyitni yug'a vaqtida o'ng tarafdan yuvish bu bir sunnat, bu mustahab deb qaragan. Endi har qanday bir ishni qilgan vaqtida cho'qim buni o'ng tarafdan boshlash ko'pligan ulamolarning nazarida bir mustahab. Buni Ibn Hazm Zohiriy bu cho'qim vojib, bo'lmaydi, o'ng tarafdan boshlash bo'lmaydi deb manda qaraydi. Har qanday ishni zot o'ng tarafdan boshlash muhim. Hamda faqat bir qism nijosat o'rinlari bor deymiz. Buni masalan sol qo'lda buni qiqish deymiz, sol qo'lda avratni yuvish deymiz. Bunday masalalarda sol tarafdan boshlaymiz. Bu yuqorqi hadisga ergashma qilib yana bir hadisni zikr qildi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. Bu mu yuqorqi hadisni qo'llaydigan, quvvatlaydigan hadis. Bu 168-nomerli hadisda bizga Hafs ibn Umar degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu İmam Buxoriyning ustozlaridan bu kishi hujjat xarakterlik mazmut muhaddis deb sifatlangan. Basrada 225-yili o'lib ketgan. İmam Buxoriyniki Hafs ibn Umar deydigan faqat mushulam ustozi bor. Bundan boshqa Hafs ibn Umar deb ustoz yo'q bu odamning. Bu zot deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Shu'ba ibn Hajjaj necha qatim boshda o'tdi. Bu kishi deydi menga Ash'as ibn Sulaym degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaq deydi. Bu mu Kufidagi mashhur büyük ustozlardan, muhaddislardan.
Hadis ulamolar bu kişiga baho bergan vaqtida ishonchlik degan baholarni bergan. Bu yetarli cho'ng baho bu odamga nisbatan. Endi bu Ashas degan kishi men dadamning Masruhdan rivoyat qilganligini anglagan edim dedi. Dadisi shuni qaragan vaqtida muhaddis ekanda, dadisining ismi Salim ibn Asvad al-Muharibi degan nom bilan mashhur. Bu kishi nurg'un sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Mesela Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abu Hurayra qatorliq. Shogirdlar buni bir-biridan sarxil mesela o'g'li Ash'as, Abu Malik al-Ashja'i deymiz. Shunday qatorliq kishilar. Ulamolar bu kishiga hamda baho bergan vaqtida ishonchlik, ko'filik adam, bu odamdan so'rash hojatsiz degandek aytdi. Güzel baholarni bergan. Hajjaj ibn Yusuf Saqafiyninki zamonasida, ya'ni Umaviylar zamonasida bu odam o'lib ketgan. Bu odam Masruq degan kishini hadis rivoyat qilgan bo'lib, bu Masruq Ajda nomi bilan mashhur, Hijriy 62-yil o'lib ketgan. O'zi Kufilik cho'ng mufti ayni davrda, ham muhaddis, ham tabi'in. Bu demak ishkilisi bir tabi'in ekanda, tabi'indan hadis rivoyat qilgan bu odamda. Masruqniki dadisi Rasulullohning zamonasida musulmon bo'lgan Ajda degan odam. Ammo Rasulullohni ko'rish sharifiga erishamagan. Chunki bular Yaman tarafda yashagan bo'lsa kerak. Keyin payg'ambarimiz o'lib ketgandan keyin bolalarni elib Madinaga kelib shu yerda yerlashib yashagan. Shunglashqa bu odamniki bolalari payg'ambarimizningki sahobalardan hadis o'rgangan. Ayni vaqtida. Demak bu odam bunaqa cho'ng tabiinlar qatoriga kirdi-da. Rasulullohning hayotida musulmon bo'lgan, ammo ko'rish sharifiga erishamagan. Bu Masruq Madinada cho'ng bo'lgan vaqtida payg'ambarimizning ayoli Oysha radhiyallohu anhaning davomli huzurida yaqin turib olgan. Kichik bo'lgandan keyin namahram bo'lmaydi. Shunga Rasulullohning ayolidan bu Rasulullohning oila xizmati munosabatlik nurg'un ishlarni, hadislarni o'rgangan. Hatto Oysha radhiyallohu anha Masruqqa sen mening bir balam, sen bek sevimlik balam deb mushtaq güzel tuyg'ularni ato qilgan yurkiga. Shunlashqa Masruq o'zining qizining ismini Oysha qo'ygan bo'lsa kerak, kunyasi buning Abu Oysha nomi bilan atalgan. Bu kishi keyingi mezgilda Paris, Iroq tarafdagi ishg'oliyat harakatlariga ko'p qatnashib, shu urushlarda bu odam bir qo'li kesilib qo'yib, palaj bo'lib qolgan. Keyingi mezgilda hamda xalifalar, sahobalar orasidagi turli siyosiy to'qnashuvlar tufaylidan bu ikkili tarafga bu odam o'rlashmay, ba'zi nasihatlarni qilib urush qatnashmagan bo'lsa-mu, keyingi mezgilda Kufada shu yerda yerlashib, Kufada shu fatvo ishlari, qozilik mansibi bilan shug'ullangan, lekin qozilik mansibiga qarta hech qanday haq olmagan. Oxirgi mezgillarda ibodat bilan o'tgan. Bu hadis so'zlab berish, bu ishlar bilan mashg'ul bo'lganda. Shunglashqa bu Masruq hamda Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilinib, xiyol qilib, bu ayol deganki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyoq kiysa, choch tarasa, chochlarini maylasa, yak tarat olsa, har qanday ishlarda o'ng tarafdan boshlashni yaxshi ko'radi, yoqtiradi degan. Oysha onamiz. Şunlaşqa bir qism tabiin ulamolar ayni vaqtdagi salihlar, Anas ibn Malik o'xshash mesela sahobalar masjidlarda shu imomning o'ng tarafida turishni yaxshi ko'radi bular. O'ng tarafdan boshlashqa bir xil erishmanda. Shunlaşqa shu qaysi tarafdan biz o'ngdan boshlaymiz degan vaqtida shu go'zallik tuyg'usidagi avvallardan biz o'ng tarafda turamiz. Ammo mesela nijosat bunday ishlarda biz sol tarafni tanlaymiz bu ishlarda. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.